har bir narsaga havasinglar keladi-yu. Sizlar zo'r deb o'ylagan narsa sizlar o'ylaganchalik zo'r bo'lib chiqmasligi mumkin. Sizlar yomon deganinglar sizlar o'ylaganchalik yomon bo'lmasligi mumkin. Mana shu qo'ng'atoyim kechasi bilan uxlamas ekan. Uyqusi yaxshi emas deyaptilar oyisi, lekin injug'mas deyaptilar, qiynalyaptilar. Endi oyijonimizga aytolmay 2 kunda joyiga tushirib tashlasangiz bo'ladi deyapman. Qanaqa qilib deyaptilar? Pullik kursimga yoziling deyapman. Sizlarni ham oyijonlar ayniqsa 1 oylikdan ichilasi chiqqandan keyin bolani ko'pincha uyqusi mana shunaqa almashib qoladi. Qanaqa bo'ladi? 1-soat 1da uxlaydi, keyin 3da uxlaydi, 4da, keyin ertalab 8da uxlaydigan bo'ladi. Lekin bolada hammasi yaxshiligini qayerdan bilasizlar? Kun bo'yi qotib yotadi-da, uxlab. Keyin kechasi tomosha boshlanadi. Shuning uchun mana endi umuman soat 5 dan keyin uxlatmaysiz. Tushundingizmi? Har kuni 5 dan keyin uxlatmay, o'sha soat 1 ga borib qotib qoladi. Da, mana bunaqa qilasiz. Mana 2 kunda joyiga tushirib tashlasangiz bo'ladi. Mana aytaylik, mana bugun soat 5 dan keyin umuman bolani uxlatmaysiz. Kunduzi ham bolani uyg'otib o'ring. Sekin-sekin, ozgina chalg'itib. Bola uyqusini yaxshi ola olmaydi-da, keyin 1-soat 3da qotib qoladi. 3 dan boshlab polni uyquga o'tib ketadi. Keyin sekin suriladi, 1 ga suriladi, 12 ga suriladi. Kimlargadir ko'proq vaqt ketadi, kimlargadir 1 kun ham vaqt ketadi. Misol uchun, meni o'zimga 1 kungina vaqtim ketgan. Sirasi 1 ga o'tgan. Bo'lmasam ertalab soat 8 da uxlagan. Tushunasizmi? Eri xotin dardalamiz chiqib ketganda. Qolamiz voy, miya nima qotganini qolaman. Shu chala-chala uyqusi kelib janjal qilsa mayli, uxlab olsin, zato 10 minutda o'zi uyg'onadi. Siz qaramangda, o'zi uxlasin. O'zi uxlab, o'zi sirasi turadi. O'zi uxlab qoladi-da.